Buyuk muhaddis Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam albatta sizlarning ichingizda menga eng mahbubrog'ingiz va qiyomat kunida menga eng yaqin o'tiradiganingiz axloqi go'zalrog'ingizdir. Albatta sizlarning ichingizda menga eng yoqmaydiganingiz va qiyomat kunida mendan eng uzoqda bo'ladiganingiz ko'p gapiradiganlar, katta gapiradiganlar va mutakabbirlardir dedilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Buyuk muhaddis bobokalonimiz Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalatu vassalam juda ham bir zarur masalaga alohida urg'u beryaptilar-da. Mana aytayaptilarki, bu odobga, axloqqa taalluqli. O'zimizni tutishimizga bo'lgan bir holatki, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom alohida urg'u berib aytayaptilarki, albatta sizlarning ichingizda menga eng mahbubrog'ingiz, bu nima degani? Eng suyukligingiz, eng yaxshi ko'rganim deb payg'ambar alayhissalatu vassalam marhamat qilyaptilar-da. Qaysi birimiz xohlamaymiz? Payg'ambarimiz bizni yaxshi ko'rishliklarini albatta har birimiz xohlaymiz. Katta bo'laylik, kichik bo'laylik, erkak bo'laylik, ayol bo'laylik, hammamiz xohlaymiz. Axir bu Rasulullohning muhabbatlari-ku. Va Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam alohida ta'kidlayaptilarki, qiyomat kunida menga eng yaqin o'tirganingiz yo Alloh. Yaxshi ko'rib va o'zlarini yonlariga olib eng yaqin bo'ladiganlarimiz kim ekan? Hadisda aytayaptilarki, axloqi go'zalrog'ingizdir yo Alloh. Demak, xulq atvorimiz yaxshi bo'lishi, kamtarin bo'lishimiz, muloyim bo'lishimiz, odobli bo'lishimiz, odamlarning rioyasini qilishimiz, o'zimizni tutishimiz, qarang, shunday bir sharafga muyassar bo'ladigan bir holat ekan. Ammo Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam hadislarining davomlarida ogohlantirib ham qo'yganlar. Aytganlarki, albatta sizlarning ichingizda menga eng yoqmaydiganingiz yo Alloh o'zi asrasin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamga yoqmaslikdan o'zi Alloh panohida asrasin. Uning uchun biz hushyor bo'lishimiz kerak, ogoh bo'lishimiz kerak azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ranjitadigan xatti harakatlardan, odobsizliklardan, og'iz buzuqliklardan, moloyani gap so'zlarga berilib ketishliklardan, yomon yo'llarga kirib ketishlardan, aytaylik o'sha fahsh, munkar ishlarda bardavom bo'lishliklardan o'zimizni ehtiyot qilaylik. Va payg'ambar alayhissalatu vassalam yana hadisdan davomida aytdilarki, va qiyomat kunida mendan eng uzoqda bo'ladiganingiz ko'p gapiradiganlar, katta gapiradiganlar va mutakabbirlardir dedilar. Yo Alloh. O'ylab ko'raylik, qani mana shu gap bilan nima manfaat, kimga yaxshilik bor deb oldin o'ylaylik. Agar manfaatli bo'ladigan bo'lsa, unda bir yaxshilik bo'ladigan bo'lsa gapiraylik. Bo'lmasa gapirmaganimiz ma'qulroq bo'ladi. Keyin aytdilarki, katta gapiradiganlar. Mana bundan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Elimizda ham bir gap bor-ku, nonni katta tishlasang ham gapni katta gapirma deydi. Gapni katta gapirishlik nimaga olib boradi? Bu kibrga olib boradi. Hadisning davomida aynan mana shu kabi kibr egalari, takabburlar, manmanlar, boshqalarni mensimaydiganlar, aytaylik o'sha hashamga berilib ketganlar nazarda tutilyapti-da. Bugun o'zimizga o'zimiz savol berishimiz kerak. Qani mana shu hadisda ko'rsatilgan yaxshi amallarni qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rgan va u kishiga yaqin bo'ladigan ummatmizmi yoki Alloh asrasin payg'ambar alayhissalatu vassalam yomon ko'rgan u kishidan uzoq bo'ladigan ummatmizmi? Xulosa o'zimizdan. Ha azizlar, mana shu o'rinda bir hadis yodimizga tushadi-da. Abu Zar al-G'iforiy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalam marhamat qilgan ekanlarki, Abu Zar, seni badaningga yengil, mezonga og'ir keladigan bir amal to'g'risida xabar beraymi deganlarida Abu Zar radhiyallohu anhu albatta yo Rasululloh xabar bering dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalam amalga oshirishing yengil bo'lgan, ammo mezonda og'ir bo'ladigan narsa bu birinchisi ko'proq jim yurishlik, ikkinchisi go'zal xulq atvor, uchinchisi esa moloyani hech kimga foydasi bo'lmagan bekorchi gap so'zlardan tiyilishingdir deb marhamat qilgan ekanlar. Ha azizlar, biz ham mana bunday Ramazon oyida
o'zimizni o'zimiz tarbiyalaydigan bir oyda ana shunday yaxshi fazilatlarni singdiradigan bo'lsak, ularga amal qiladigan bo'lsak va inshaalloh Ramazon oyidan keyingi oylarga ham shu narsaga o'rganib qolsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.